Assalomu alaykum. Semintaj bola kanali obunachilar va chorva ishqibozlar. Akalar, bugun mana haftani bugun nima kuni o'zi? Bugun seshanba. 5-may 2026-yil. Akalar, sizlarga o'zimizning fermadan, mana o'zimizning fermamizdan 3 bosh, ikkitasi qochmanki bo'lgan, bittasi sal yoshroq xunajinlarimiz bor, rossiyskiy. Shu jonlar. Mana shu birinchisi sementaldan tushgan, egzakt bolasi. Buni sherigi ham bosib buqacha. Egzakt tug'ilgan ona, sementaldan tuqquncha. Mana shu kichinasi. Egzaktlar tug'ilgan. Buqasi o'zimizda, shu xunajini sotamiz. Xo'p. Ikkinchi sana bu hozir kuyuk turibdi-kana. Ha, tayyor turibdi o'zi. Tayyor kuyuk turibdi hozir kunda. Bu ham o'zi bir oylarda qo'yib yuborsangiz bo'laveradi. Qayerga o'tkazaylik deb yurgizak. Mana ostilarini qo'ying, ostilarini. Bo'g'azga o'xshaydi shamol. Ha, jonivor. Mollar sog'lom. Yeb-ishlari zo'r. Yur baqa sen, yur, o't. Jonivor. Bak, dashtur turgan orqasini ko'rsatamiz. Orqasi so'zkalarni ko'rsatib o'ynayapti. Ana orqalari ko'rdilarmi? Ana ikkalasi ham. Yelinlari sog'lom. Hali novos ichida yurgani yo'q. Lekin bu kuyukda. Bular toza akalar, o'zimizning molni bolalari. Rossiyskiy gibridni bolalari. Bu gibridni bolasi, bunisi rossiyskiy bolasi. Bu semental bolasi kichkinasi. Ana so'zkalar, ko'rdilarmi? Oppoq, oq yelin. Oq so'zki, oq yelin. Ana so'zki, ana. Hech jonivorlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Xapalak degan joyda. Kelaverasizlar akalar. Nabida, to'g'riroq. Olaman deganlarga, ikkita, uchta olaman deganlarga vodiy bo'yicha dastavkasi ham bor. Vodiy bo'yicha dastavka bor. Ana Mirzoq ham trendga chiqadi yaqinda. Mirzoq, yeb ishlar qalay bular? Yeb-ichish dahshat. Ha, etidan ko'rinib turibdi. Eti bunday bo'lmaydi. Xudo xolasa to'lakdan chiqdi bolalar. Yaltillashini qarang bular ko'z sinasi. Ko'rganda mashalloh deb qo'yinglar. Endi mana bir oydan keyin mana o'zi qo'ysa bo'ladi novosga, xudo xolasa. Ha, bunisi bir oydan, bunisi o'zi kuyuk yotdi. 350 kg bemalol o'sha birinchisi. Bu ham bir oylarda qocha. Bu egzakti bolasi. Buni olgandan keyin ko'riladi bu. Hamma narsa joy-joyida. Ya sog'lom mol o'z ko'rinib turibdi, yaltillab turganini. Mollarimiz zo'r, yaxshi, ishonarli. Akalar, videoni to'g'ri olyapman, yotib olish yo'q bizda. Xo'p, akalar, bularda narx-navolarni gaplashsak. Bu 28 million kattasi. Bunisi 26,5 million o'rtaligisi. Kichkinasiga 22 million beraverasizlar. Egzakt bo'lasi. 22 million, 26,5 million. Bunga 28 million tayyoriga. Mollar akalar sog'lom. Yashurga emlamalar qilingan. Yashurga emlamalar qo'yilgan. Ikki partiya qilingan paftori bilan. Olgan odam endi o'zi uchun endi qolganlik dermatit va shunaqalarga emlab qo'yadi o'zi uchun. Ana ko'rdingmi yelinlarim? Bu hurkiyapti-da yel. Bemalol yelinlarni ko'rsatishga. To'xtab tur. Yelinlarni ko'rsatib qo'ysam hurkiyapti. Aylanyapti-da faqat. Orqasini ko'rsatib qo'yapti. Ko'ringlar, kanalni kuzatinglar. Kunda yangi videolar xudo xolasa chiqadi. Akalar, bu o'zimizning fermaning mollari, ishonarli mollar. Ko'chadan olib kelib sotganimiz yo'q. Bularning onalari o'zimiz fermada sigir sog'ib, sutini ichamiz. Turuvga necha buni turuvga?
Qani uchov bitta joyga to'playchi qayda bu yoqqa? Mana bu kichkina to'ylar shularni singillari. Ishonarli mol so'raganlar ko'p edi. Juda ko'pchilik so'rardi, shu qochma yoki xunajinlar bormi deb. Mana xunajinlar. Ishonarli mol, o'zi fermani moli. Nomerlarimiz 99lik 894 1122. Aloqaga chiqaverasizlar. Yana narxlarni yo'llarda qilib. Yilini qarang buni, mana shu mollar 30 ta sut beradigan bo'ladi, xudo xolasa. Yilini qarang, hozirdan bo'g'oz mol yiliniga o'xshaydi. Qo'cha, shu yoqqa bitta yuguradi bo'ldi. Bitta yugursinchi mazza qilib. Ha to'ychoqlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.